Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamizda qitanglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy bulang-talang qilingan tabiiy boyliqlarni utuq sifatida tashviq qilmoqda. Xitoy Sharq Turkistonning tabiiy boyligini uzluksiz bulang-talang qilayotgan va chorlash tekshirish harakatini kengaytirayotgan bo'lib, yangi bir navbatlik kan izlash strategik harakatida yangi bosish qo'lga keltirganligini kuchab tashviq qilmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining 17 martdagi xabarida 2024-yilning oxirigacha atalmish 14-5 yillik planga asosan Sharq Turkistonda 14 tur bo'yicha kan izlash nishonining hammasining muddatdan burun tamomlanganligi, 6 kan turining normadan oshirilib tamomlanganligi bildirilgan. Xabar qilinishicha, Aqsu shahri Shajingzi 3-rayon bo'ligida yangidan 60 milliard kub metr tabiiy gaz zapasi ko'paygan. Janubiy Jo'ng'ar ko'mirligi Manas daryosi Santunxo daryosida yangidan 65 milliard 300 million kub metr ko'mir qatlami gazi ko'paygan. Urumchi shahri Sayvopodagi o'ltirishib ketgan rayon turida yangidan 100 milliard kub metr tabiiy gaz ko'paygan. Charjan nahiyasidagi Jangalsayda yangidan 105 milliard 300 million kub metr silanitis gazi zapasi ko'paygan. Undan boshqa Jo'ng'ar o'ymonliqidagi 12 neft tabiiy gazliqda bir turkum neft tabiiy gaz geologiyalik zapasi yangidan ko'paygan. Xabarda bildirilishicha, 2023-yildan buyon Xijing Norxo temir koni, Qumul Shuji Kariz Titan temir koni, Xotan Cho'ng Yulg'unsay Liti koni, Xotan Xo'shaoyun Qo'g'ishun Sinik koni, Ulug'jat Sabayardi Oltin koni, Charjan Bashiganki Oltin koni qatorliq ismlardagi bir turkum cho'ng tipdagi kon yotmalarini nuqtaliq chorlab, bir turkum boylik miqdorini yangidan ko'paytgan. 2023-yili Maralbeshi Atush 1 milliard tonna darajalik temir, 10 million tonna darajalik titan qatorliq 12 cho'ng tipdagi boylik bazasi yangidan shakllangan. 2024-yili Qumul Viya Shuji Kariz 1 milliard tonna darajalik temir, 10 million tonna darajalik titan qatorliq 6 boylik bazasi yangidan shakllangan. Atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq tabiiy boylik nazorati geologiyalik chorlab tekshirish boshqarmasining aytishicha, 2025-yili moliya selinmasi davomli zo'raytirilib, 917 million yuan mablag' ajratilib, neft, tabiiy gaz, temir, mangan, xrom, vanadiy, kobalt qatorliq strategik qazilma boyliqlarni cho'ridab 181 turni o'rinlashtirgan. Navbatda Sharq Turkistonda texnik ko'p tabiiy boyliqlarni tepib chiqish uchun 286 geologiyalik chorlash o'rni, 15 mingdan ortiq kishi ishga solingan. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistondan chiqqan boyliqlarni faqat o'z manfaati uchun ishlatib qolmay, Sharq Turkiston xalqini bostirish, majburiy amgakka selish, yurtlaridan surgun qilish, hatto butunlay qirg'in qilib tugatib, Sharq Turkiston zaminini to'liq yutib olishdan iborat rasil maqsadiga yetish uchun harakat qilayotganligini bildirishmoqda. Trump Erkin Osiyo radiosi qatorliq organlarga beriladigan yordamni to'nglatdi. Trump hukumati 15 mart Erkin Osiyo radiosi, Amerika ovozi, Erkin Yevropa radiosi qatorliq bir turkum taratqu organlarga beriladigan yordamlarni vaqtliq to'xtatish buyrug'i tushirgan. BBC'ning bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerika ovozi, Erkin Osiyo radiosi, Erkin Yevropa radiosi qatorliq axborot organlarining yuzlagan xizmatchilari oldingi haftaning oxirida shirkatdan kelgan ilxatni topshirib olgan bo'lib, ularning idoraga kirishi cheklanganligi, muxbirlik kengashkisini va idora taqsimlagan uskunalarni topshirishi kerakligi uqtirilgan. BBC Xitoycha bo'limining egilishicha, Erkin Osiyo radiosining stansiya boshlig'i Fang Bei bu haqda shanba kuni kechda Oqsaroy Amerika Yarshari media agentligi qatorliq nurg'un organlarga ta'sir ko'rsatadigan ma'muriy buyruq tushirdi. Biz bu ma'muriy buyruqning Erkin Osiyo radiosiga qanday ta'sir ko'rsatadiganligini birlikda bartaraf qilayotganligimizga diqqat qilinglar. Bugun atiganda Erkin Osiyo radiosi va boshqa qarindosh medialar bizga keladigan yordamning to'xtatilganligi haqida Yarshari media agentligidan uchur oldi. Erkin Osiyo radiosi mas'ullari kishini qayg'uga soladigan bu bosqichning zodi nimani bildiradiganligini va organimizga bo'lgan yoshirun ta'sirini bilish uchun baholamoqda degan. Trump ilgari bir qancha yordam organlari va ma'arif bo'limlarini butunlay amaldan qoldirgan. U oldingi juma yana ma'muriy buyruq tushirib,
Amerika Yer shari media agentligini prezident hojatsiz deb qaragan federativ bürokratiya apparati qatoriga kirgizgan. Trumpning qo'llovchilaridan biri bo'lgan Kari Lake bundan ilgari mazkur media organiga mas'ul qilib tayinlangan bo'lib, u o'zi boshqarayotgan media organiga yo'llagan el-xatda federativ mablag' amdi organning muhim ishlari uchun ishlatilmaydi deb yozgan. Xabarda bildirilishicha, hozircha yuqorida tilga ilingan bir qancha radio stansiyalarining qachon qandaq tariqada ish to'xtatganligi aniq emas ekan. Bu ayning boshlarida Elon Musk yetakchiligidagi hukumat unumi ministerligi Erkin Osiyo radiosi qatorliq taratqu organlariga 30 kunlik mablag' to'g'natish buyrug'i ijro qiladiganligini jakarlagan. Erkin Osiyo radiosi ilgari Amerika Yer shari media agentligiga o'z organining moliya qiyinchiligini bildirgan bo'lsa-mu, texnik javob ola olmagan. Hukumat unumi ministerligi mo javob qaytarmagan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilishda muhim rol o'ynab kelayotgan Erkin Osiyo radiosi va boshqa axborot organlariga zarba bergan bu qaror Amerika siyosatchilari, shundaqla muhojiratda Uyg'urlar orasida cho'ng g'ulg'uli qo'zg'agan bo'lib, nurg'un demokratchilar yozma e'lon qilib, medianing izzat hurmatini qo'g'dashga chaqirdi. Avom palatasi Xitoy ishlari alohida komitetining nufuzli a'zosi Raja Krishnamurti Erkin Osiyo radiosini taqashning Amerikaning chet eldagi yumshoq kuchiga ziyon keltiradiganligi to'g'risida ogohlantirdi. Xitoy shirkati Panamadagi portni setishni planladi. Hong Kongning Changjiang Heji guruhi Panamadagi portni setishni planlagan bo'lib, bu sababli Xitoy rejimining qattiq tanqidiga uchragan. New York vaqti gazetining 17 mart xabar qilishicha, Hong Kongdagi Changjiang Heji guruhi Panama qatorliq joylardagi portlarni Amerika kapital boshqarish shirkati boshchiligidagi bir mablag' selish guruhiga setishni planlagan bo'lib, Xitoy rejimi bu kelishimni qattiq tanqid qilgan va buning Xitoyning muhim dengiz yo'llariga bo'lgan ta'siridan ayrilib qolishiga sabab bo'ladiganligi to'g'risida ogohlantirgan. Bu tanqid Xitoyning Panama va boshqa xalqaro portlarni kontrol qilish siyosadagi o'zgarishni ko'rsatib beradi ekan. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin uzoq o'tmay Xitoyning Panama qonunida haddidan ziyoda huquqqa ega ekanligidan ansiraydiganligini bildirgan. Ayni vaqtda Xitoy uning bu so'zlarini masxara qilgan. Ammo Xitoyning suvani deb qaralgan Hong Kongdagi Dagongbao gazeti bu port setib olish planini ayblagan. Bu gazet payshanba kuni e'lon qilgan bir obzor maqolasida Hong Kong shirkati Changjiang Heji guruhining planini tanqid qilgan. Changjiang Heji shirkati Panama kanalining ikki tarafidagi portlarni va dunyoning boshqa joylaridagi 40 dan ortiq portni Amerikaning cho'ng shirkati BlackRock boshchiligidagi mablag' selish guruhiga 19 milliard Amerika dollariga setishni planlagan. Dagongbao gazeti Hong Kongda Xitoyning ovozi deb qaraldigan bo'lib, Xitoy raisi Xi Jinpingning maqtishiga erishgan. Boshqalarning mazkur obzorning maqsadini tushunmay qolishining oldini olish uchun Xitoyning Hong Kong siyosatini nazorat qiladigan hukumat organi bu maqolani o'z turbatida darhol tarqatgan. Trump bu hafta Putin bilan suhbatlashishni planladi. Amerika prezidenti Donald Trump seshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Ukrainadagi urushni oxirlashtirish haqida so'zlashishni planlaganligini va urushayotgan taraflar orasida ma'lum mol-mulklarning bo'linishi haqidagi suhbatlarning allaqachon boshlanganligini aytdi. Trump bu haqda to'xtalib, meningcha biz zamin haqida so'zlashimiz, energiya stansiyalar haqida so'zlashimiz. Ukraina va Rossiya bu masalalarni ko'p muhokama qildi. Biz burundan ma'lum mol-mulklarning bo'linishi haqida muzokaralashyapmiz degan. Trump qo'shimcha qilib, kelar haftalarda ma'lum turdagi kelishim hosil qilinishi rostdan mo'ljallanmoqda va balkim buning shunday bo'ladiganligiga ishonaman degan. Amerika va Ukrainaning Yevropadagi ittifoqdoshlari to'qinishlarni vaqtliq to'xtatishni qabul qilishga majburlash uchun Rossiyaga besim qilayotgan bo'lsa-mu, Putin aniq javob bermagan va buning o'rniga bir qator shartlarni ilgari surgan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.